O'zbekistonda davlat xaridlarida katta o'zgarishlar lotlarga bo'linadi va professional mutaxassislar talab qilinadi. Salom do'stlar, bugun sizlar bilan O'zbekistonda davlat xaridlari tizimida joriy qilinayotgan muhim yangiliklar haqida gaplashamiz. Bu o'zgarishlar 2027-yilda kuchga kiradi va xaridlarni yanada shaffof, adolatli va samarali qilishga qaratilgan. Nimalar o'zgaradi? Birinchidan, xaridlar endi lotlarga bo'linadi. Oddiy misol bilan tushuntiradigan bo'lsam, ilgari bir davlat kompaniyasi katta kontraktni olib, boshqa kichik bizneslarni chetga siqib qo'ygan bo'lishi mumkin edi. Endi esa har bir ish yoki mahsulot turi alohida lot sifatida sotib olinadi. Bu kichik va o'rta biznes kompaniyalariga davlat xaridlarida ishtirok etishni osonlashtiradi va raqobatni oshiradi. Masalan, agar bir kompaniya maktab mebellarini ishlab chiqish bo'yicha barcha kontraktni olgan bo'lsa, bu xarid alohida lotlarga bo'linadi. Stullar, stollar, shkaflar va hokazo. Va shu yo'l bilan bir nechta kompaniya ishtirok etishi mumkin bo'ladi. Lotlarni birlashtirish faqat maxsus holatlarda ruxsat etiladi. Agar xaridni bitta katta lotga birlashtirish kerak bo'lsa, bunda faqat 3 ta sabab bo'lishi mumkin. Iqtisodiy samaradorlik, bitta katta xarid qilish arzonroq bo'lsa, texnologik uzluksiz ish bosqichlarini bo'lib yuborsa, sifatiga ta'sir qilsa, xavfsizlik sabablari xavfsizlikni ta'minlash uchun birlashtirish zarur bo'lsa, bu qoidalar lotlarni adolatli bo'lishini ta'minlaydi va kichik kompaniyalarni chetga siqib qo'ymaydi. Professional mutaxassislar talab qilinadi. Endi yana bir muhim yangilik: 2028-yildan boshlab korporativ xaridorlar, ya'ni davlatga qarashli kompaniyalar xaridlarni amalga oshirish uchun sertifikatlangan mutaxassisga ega bo'lishi kerak. Har bir xarid komissiyasida kamida bitta professional xarid mutaxassisi bo'lishi shart. Mutaxassislar xalqaro standartlar bo'yicha tayyorlanadi va maxsus ro'yxatga kiritiladi. Bu o'zgarishlar xaridlarni shaffof, sifatli qilishga xizmat qiladi. Monopoliyalarni kamaytiradi va xarid jarayonini professional nazorat ostida olib boradi. Islohotlarning ahamiyati: kichik va o'rta biznes uchun imkoniyatlar oshadi. Ular endi davlat xaridlarida qatnashishlari osonlashadi. Shaffoflik va sifat oshadi. Xarid professional mutaxassislar nazorati ostida bo'ladi. Raqobat kuchayadi, biroq kompaniya monopoliyaga ega bo'la olmaydi. Xaridlar adolatli bo'ladi. Qisqacha xulosa qilib aytganda, 2027-yildan xaridlar lotlariga bo'linadi, 2028-yildan esa xaridlarni amalga oshirish uchun sertifikatli mutaxassis bo'lishi kerak bo'ladi. Maqsad davlat xaridlarini zamonaviy, adolatli va samarali qilish. Bu o'zgarishlar O'zbekiston davlat xaridlari tizimini raqobatbardosh, samarali va shaffof qilishga xizmat qiladi. Davlat xaridlari bo'yicha so'nggi yangiliklarni bizda kuzatib boring. Bizga hoziroq obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.